6 odam boqaman, bitta o'zim. Kam ta'minlangan oila. Yurak kasal, zreniya ketgan. Yana qayerdan keladi? Boshqa daromad bormi keladigan joy? Boshqa daromad yo'q, keladigan joy. Bitta o'zim ishlayman. Bozorda bir kun arava tortib necha pul ishlaysiz? 150. Eng ko'picha? Eng ko'pi 150. Bir oyda bilmayman. Hisoblashib 150 mingdan bo'lsa 4,5 pul ishlar ekansiz. Ha. Bozorda arava tortib bir kunda necha pul topasiz? 100 ming, 150 ming har xil. Shunda bir oyda 3 million, 4 million bo'ladi bir oyga. 100 ming bo'lsa kerak. eng ko'p qancha pul topgansan? Eng ko'p 200 ming. 50 ming, 60 ming, eng ko'pi 90 ming, 100 ming bo'lib qoladi. Shu topgan pulingiz ro'zg'orga yetyapti. Amalyapmiz-da. Amalasa bo'ladi. 50 ming, 60 ming, o'xshab qoldi 70 ming. Eng ko'pi necha pul topgansiz? Bu bayramlarda 100 dan oshgan. Bir oyda shu 1,5 million atrofida, 1 million, 1,5 million. 100 ming, 150 ming? 100 ming, 150 ming. Bir oyda 6 million bo'lsa kerak. bir kunda eng ko'pi. Eng ko'pi topgan 300 ming, ha? Yoshi nechida? 15 ta. Nega o'qimasdan arvoz beryapsiz? Abetgacha o'qiyman, abetdan Abetdan keyin uydagilarga yordam berasan, ha? Shu bola ham abetgacha o'qib, abetdan keyin bozorda arvoz turib, tirikchilik qilib ro'zg'orga yordam beryapti ota-onasiga. Bu videoni ishi yo'q deb dangasalik qilib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.